katta qilib uyingizda endi bir rohatini ko'raman deganingizda tasavvur qila olmaysiz ekan, to'ygacha bilinmadi. Olib ketayotganda bilinar ekanda. Qiz kimdi u? Mana hozir ham aytsam ham to'yda tura olmadim men. Boshida tura olmadim. Erkakmisan deyaveradi, yig'lamay yig'laysan deyaveradi, deyman aytamasan. Jigarim olib ketyapti demanda. Farzand-ku, mayli bir urushga ketayotgani, boshqa ketayotgani, boshqa yaxshi uyga ketyapti, Allohning taqdiriga ketyapti, lekin baribirchi. Boshqacha bo'lar ekanda farzandni unaqa. Avvalambor bunaqa narsa hammaga nasib qilsin. Lekin to'g'risi men ayolimdan ko'proq men yig'ladim. Bilmayman nimagadir. Menga ko'proq ta'sir qildi bor-ku. Menga o'shaning uchun qiz farzandni bekorga aytmasangiz jannat pardasidir. Hozir ham misol uchun men o'g'lim bir marta xabar olsa, qizim 18 marta xabar oladi. Dada yaxshimisiz, yaxshimisizmi? Gaplaringiz yaxshimi? Unaqa yaxshimi? Men aytaman, Allohning buyukligiga qaradi. Shu ne'matni shu qiz bolaga berganligi uchun mana ko'p odam sezmaydi yosh paytida. Katta bo'lsa sezar ekanda, qarang. Haqiqatdan ham farqi bor ekanda o'g'il bola bilan qiz bolani.